Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Ayni paytda biz Chortoqdamiz. Chortoq tumanining Muchum qishlog'ida joylashgan, Yuksalish mahallasida joylashgan 24-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga keldik. Bu bog'cha juda ham abgor ahvolda edi. Bu yerda tarbiyalanuvchilarga yaratilgan sharoitlar shu qadar og'ir edi xullas kalom. Va bu gal butunlay boshqa bir manzaraga keldik. Bu albatta ko'rsatuvimiz davomida sizga buni namoyish etamiz va bugungi loyihamizga mazkur tashkilotning direktori Malika Abdurahimani taklif qilganmiz. Bu kishi bajon bir rozilik berdilar. Bog'chada bir kun loyihamiz xabaringiz bor, bilasiz, kuzatgan bo'lsangiz kerak. Ertalabda bola bog'chaga keladi va kechda ketadi. Uning bir kunini ko'rsatishimiz uchun nimalardan boshlasak bo'ladi? Xush kelibsizlar ta'lim tashkilotimizga. Biz 24-maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 1992-yilda qurib bitkazilgan zamonaviy bog'cha bo'lib, hozirda o'sha 2025-yil 7-aprelda bizning ta'lim tashkilotimiz qayta rekonstruksiya ishlari olib borildi. Shu zamonaviy bog'cha tipida davlatimiz shuncha imkoniyatlarni yaratib bergandan keyin bizning ta'lim tashkilotimizda ota-onalar bizga bo'lgan ishonchi yanada ortib bordi. Va shuni natijasida bizning ta'lim tashkilotimizda xodimlarimiz o'rtasida, mana ta'lim tashkilotimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu Yuksalish hududiga kelgan bo'lsangiz, 3 ta bog'cha bor bizda. 100 metr atrofida hammasi 3 ta davlat bog'chasi bor va albatta 5 ta nodavlat oilaviy bog'chalar borligi. Hudud bolalari yetarli demak qamrab olingan. Qamrab olingan. To'la hududimizda 463 ta bolani bor. 3 yoshdan 7 yoshgacha bola. Endi bizni o'sha hududga to'la bo'lingan 3 ta bog'chaga. Undan shu endi bizda raqobat holatda ko'rib yosh kadr sifatida bega jo'natilganman. Shu yerga buyrug'im chiqqandan keyin bu bog'chani ko'rib men ishlashga bo'lgan ishtiyoqim tushib ketgan. Chunki men Toshkentda shuncha yil shu yo'nalishda ishlab, men eng chekka joyda abgor bog'chada ishlaymanmi? O'zimga keyin savol berganman. Kimdir shu bog'chani ta'lim tashkilotini rivojlantirish kerak-ku degan maqsadda oldimga qo'yganman. Xudo xolasa o'sha shu yerda rahbarlik qilib ishlagan jarayonimda bog'chani eng o'sha Chortoq tumanidagi eng namunali bog'chalar qatoriga olib chiqish maqsad qilib qo'yganman. Shu maqsadimga erishdim va nihoyat va hozirgi o'sha ta'lim tashkilotimizdagi pedagoglarni birinchi o'rinda kelganimda boshlab salohiyatli, kasbga oid metodikasi bor tarbiyachilarni ta'lim tashkilotimga jalb qilganman. Birinchi o'rinda bolalarni qamrab olish uchun-da. Shunda keyin pedagoglarni jalb qilganimizdan keyin vaholanki ota-onalarning bizga bo'lgan ishonchi ortib borgan sari bolalar qamrovi yuqori natijalarga 140 o'rinli bog'chada hozirda 170 nafar bola ta'lim tarbiya olmoqda. Birinchi o'rinda ota-onaning hamkorligini yo'lga qo'yganmiz. Shu orqali biz natijalarga erishdik. Eng avvalo tashkilotimiz jamoasi o'z ishiga salohiyatli, o'z ishining ustasi pedagoglar bo'lishi kerak. Albatta bularga oliy ma'lumotli tarbiyachilarni jalb qilgan holatda tashkil etib, yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashda o'sha zamonaviy bog'chani o'rni katta deb o'ylayman. Keyingi o'rinda o'sha ota-onalar bilan hamkorlik. Bu zamonaviy bog'cha bo'lgandan keyin ta'lim tashkilotini qurib bitkazib berdi degandan keyin qolgan ishi bizni o'zimiz xodimlar o'rtasida o'sha ota-onalar bilan hamkorlik asosida qolgan ishlarni o'zimiz tashkil etamiz. Ota-onalar nima qilib beradi? Qanday ko'mak berishi mumkin sizga? Bizda o'sha ta'lim tashkilotimizda har bitta bog'chada bor kuzatuv kengashi a'zolari bor va kuzatuv kengashimiz raisi bilan hamkorlikda ota-onalarimiz o'sha ishchi o'zlarining a'zolari o'rtasida o'sha nima kerak bo'lsa o'sha yig'ilishlar davomida ota-onalar o'zi biladi. Mana Telegram guruhlarda ota-onalar faoliyatlarimizni to'liq kuzatib borishadi. Shu orqali bolalarda nima bizda kamchilik borligini ota-onalar ham tushunib yetishadi-da, shu orqali kuzatuv kengashiga bular berishadi anaqani. Savolnoma tariqasida bizga mana ta'lim tashkiloti mana narsa yetarli emasligini va shuni yig'ilish chaqirib o'zlari shu kuzatuv kengashida masalan moddiy texnika bazasini mustahkamlashda o'zimizni homiy ota-onalarni jalb qilib, shu kuzatuv kengashimizning asosiy raisimiz orqali bizni ta'lim tashkilotimizga moddiy texnika bazasini ota-onalarga yetkazib beradi. Ta'lim tashkiloti bolasi 3-4 yoshli bola nimani bilish kerak? Ota-ona buni biladi. Chunki bular izlanyapti, mana dasturlarimiz bor, o'zimizning platformalar joriy etilgan. Ilgarigi holatlarda 5-ta'lim tashkilotida yurganman. O'sha paytda ham zamonni o'zini o'sha dasturi bo'lgan. Shu dastur orqali rivojlangan, natijalarga erishgan bog'cha bo'lgan. Hozirda o'sha ota-onalarimiz ko'proq mana internetlar orqali zamon talabiga mos bo'lib, bolalarni
kelajagi bularni asosiy poydevorligini bilishdi. Hozirgi bizni talabimizdagi bolalar juda aqlan, raso, har sohada o'zini ko'rsata olyapti bola. Shu bog'chaga 3 yoshdan deb bekorga berilmagan, bu qarorda 3 yoshdan 7 yoshgacha bog'cha davom ta'lim tashkilotiga yurish deb belgilangan bo'lsa, o'sha 3 yoshli bola o'zini kimligini, men konsepsiyasi rivojlanganligini bilyapti bolalar. O'sha ta'lim tashkilotiga kelgandan keyin o'zi tarbiyachini tanlashini ham o'zi xohlaydi. Masalan, meni tarbiyachida 3-4 kun yurgandan keyin o'sha tarbiyachiga bog'liq ravishda ota-onasi meni tarbiyachini xohlayapti, meni tarbiyachini xohlamayapti. U bolada o'zini fikrini bayon etadigan darajada keldi. Faqat rostini aytishingizga to'g'ri keladi. Masalan, ota-ona aynan siz rahbarlik qilayotgan bog'chani necha soat davomida faoliyat ko'rsatishini biladimi? Albatta 9 soatli rejimda ishlashimizni biladi. Ana endi 9 soatli rejim, 9 soatli kun tartibiga asoslanasiz. Xo'p, bolani ertalab nechida qabul qilasiz? Qila boshlaysiz. 7:30 dan qabul qila boshlaymiz. 8gacha, 8:30gacha uzog'i ota-onalarning danaqasi uzog'iga. Chunki boshqa hududdan ham olib kelishadi bolalarni. Shunga e'tibor qaratamiz, ko'proq o'sha yig'ilishlarda 1 yilda 2 marotaba yig'ilishlar qilamiz. Ota-ona farzandini olib ketish uchun soat nechalarda Ostonada paydo bo'lishadi? Aslida o'sha 16-15 dan boshlab olib ketish huquqlariga o'zi ota-ona xohishiga binoan aslida, lekin kun tartibimizni biz doimiy amaliyotda joriy qilib turganimizni ota-onalar o'zi tushunchaga ega bo'lgani uchun ko'proq o'sha o'zim ham tashqarida ketish jarayonida chiqib turaman. Ota-onalar bor, endi 100% hammasi to'liq o'sha 4:30 da olib ketadi deya olmayman men bu masalada. Lekin qaysidir ayrim holatlarda ota-onalarimiz erta kelish holatlari bo'ladi. O'shanda men ota-onalar bilan o'zim individual shug'ullanib borib tushuntiraman. Bolangiz shu bugungi faoliyatda mana bu jarayondan qolib ketadi. Ertaga masalan kunning ikkinchi yarmidagi tushlikdagi mahsulotini yeyish kerak. Chunki bola sog'lom bo'lib rivojlanish uchun ertalabki nonushtada olib kelish jarayonida ham masalan kech qolib olib keladiganligi ham o'zim ko'proq tushuncha beraman. Erkin o'yinli faoliyat ham kiritilyapti. Bu qanaqa? Nima bo'ladi? Erkin faoliyat o'yinlarini tashkil qilish, bolalarni qabul qilish jarayonida bola to'planib olguncha tarbiyachisi o'zining ish rejasida belgilangan erkin faoliyat mavzusiga, oy mavzusi, hafta mavzusidan kelib chiqqan holatda o'sha faoliyatini o'zi o'yinini tashkil qiladi, ish rejasiga kiritiladi va bolani ko'proq xohishiga qarab turib belgilashadi. Falon bog'cha yaxshi bog'cha. Nima uchun? Sabab u yerda yaxshi ovqat beradi. Falon bog'cha yaxshi, nima uchun? U yerda yaxshi ta'lim beradi. Va uchinchisi, falon bog'cha yaxshi. Nima uchun degan savolga u yerda bolalarning ta'lim tarbiya olish uchun yaxshi shart-sharoit yaratilgan. Siz rahbarlik qilayotgan bog'chani mana shu 3 omilning qaysi biri yaxshi rivojlangan deb o'ylaysiz? Harakat qilaman shu 3 ta omilni teng olib borishga harakat qilaman. Chunki avvalambor ota-onaning ishonchida men ta'lim tashkilotiga kelgan ota-onaga birinchi savolim o'zim ko'proq savolnoma o'tkazib turaman ota-onalar bilan. Qiziqaman ularning fikri, meni haqimdagi fikri, tarbiyachilarim haqidagi fikri ham. So'rovnoma o'tkazganimda ko'proq ota-onalarga birinchi beradigan savolim nima uchun bizni ta'lim tashkilotimizni tanladingiz degan savolni beraman. Keyin o'zlarining fikrlarini eshitganimdan keyin bizga bo'lgan ishonch orqali kelganlar uchun biz o'sha kadrlarimizni salohiyatliligini bilib endi mana mahallada baribir hududdan eshitadi, bolasi qo'shnisidan eshitadi, mana tashkilotida mana bir ota-onalar hozir hamma bog'cha bilan chambarchas bog'liq deb o'ylayman. Chunki qarindoshi bu bog'chada yuradi, jiyani bog'chada, baribir bularning o'rtasida savol-javob o'tadi. Bizda mamlaqa o'tilar ekan, bizda mamlaqa o'tilmas ekan degan narsalarning fikrida ota-ona o'zi tushungani uchun ko'proq o'sha narsalarni aytganda xursand bo'laman. Ha, bizning ta'lim tashkilotimiz avvalambor ishonch ekan. Shunga harakat qilib, o'sha 3 ta salohiyatni teng olib borishga harakat qilaman. Albatta, oziq-ovqat bu birinchi o'rinda. Bolani ta'lim sifatini rivojlantirish uchun eng kerakli omil bu oziq-ovqat. Ikkinchisi ta'lim tarbiya jarayoni. Va albatta eng xavfsizligi bolani, shart-sharoit va bolani xavfsizligi. Ertalab sog'lom qabul qildik, ota-onaga sog'lom qabul qilib topshirish maqsadida. Qaytarib topshirishimiz. Mudira bo'lmaysan, kechgacha yig'ilishlarda qolib ketasan degan narsalar bo'lganda men oldimga Xudo xolasa rahbari qanaqa salohiyatga ega ekanligi, o'zini to'g'ri yo'nalish tanlasa hech qachon unga qora chiziq tegmasligini ularga o'qtirganman. Oldin shu oziq-ovqat masalasida bo'lgan bu qora chiziqlar haqiqatdan keyin biz prezidentimizning tashabbuslari bilan shu vazirliklar aslida outsourcing usuliga ovqatlanganlarga bu shan olib tashlandi.
Mana otam shunday tarbiya berganlar, agar bolani haqqiga xiyonat qilsang, seni hech qachon kechirmayman degan masala bilan qo'yganlar. Oldimga shuni bajarasan, keyin ishlaysan shu yo'nalishda. Eng nimasi bolani haqqi deganlar. O'zim boshlig'imga bildirga qilganman. Mani ta'lim tashkilotimni outsourcing usuliga o'tkazib berdi. Va albatta o'sha yili keyin outsourcing usuliga o'tdik. Mana başta 7 yildan beri 6 yildan beri outsourcing usulida ishlayapmiz. Bu og'riqli nuqtalarimiz ketdi-da, faqat biz hozir ta'lim jarayoni bilan bolani xavfsizligini nazorat qilyapmiz. Malika, endi bevosita yana o'zimizni mavzumizga qaytsak, mana bola ertalab keldi, kutib oldingiz va undan keyin nima boshlanadi? Uning kun tartibiga kiritilgan masalalar. Albatta bu ta'lim tarbiya jarayoni boshlanadi. O'sha 9:20 dan boshlanadi. Ertaga davra suhbati 15 daqiqa davom etsa, o'sha tayyorlov katta guruhlarda o'sha yoshiga mos, o'sha ilk qadamimizda belgilab bo'lgan 25 minutdan 15 minutgacha bo'lgan yosh davrlarga qarab faoliyatlar o'tkaziladi. Rivojlantiruvchi markazlarda o'yin asosida ta'lim tarbiya jarayonlari ketadi. O'sha bolalarning tanloviga qarab hafta oy mavzusidan kelib chiqib, o'sha tematik rejalashtirish bo'yicha o'zlarining rejalari bo'yicha faoliyatlarni o'tkazishadi. Va har bir oyda men 4 ta 5 ta guruhga o'zim faoliyatini albatta kuzataman. Sizni bog'changizdagi o'ziga xos jihatlar haqida nima deysiz? Har bitta guruhimiz o'zini o'sha sentyabr oyida Petkengashda tasdiqlangan o'zini variativ dasturi bor. Undan 40% gina o'zgartirish kiritamiz, chunki hududimizga qarab-da, endi masalan ish rejada berilgan Toshkent metrosi deb berilgan. Bizni tuman qishloqda metro yo'q. O'zimizni qishloq hududidan kelib chiqib, shunga variativ dasturga o'zgartirish kiritganmiz 40% miqdorda va albatta shuni ish rejamizda tasdiqlangandan keyin buni joriy qilib ishlaymiz-da. Oxirgi yillarda mental arifmetika degan va bu katta muvaffaqiyatlarga ham erishdi. Men tumanimizda mental arifmetikani ta'lim tashkilotlarida birinchi bosqichini men yo'lga qo'yganman deb hisoblayman-da. Chunki meni aytdim-ku, hududimizda 3 ta bog'cha bo'lganligi sababli raqobatligini hisobga olib, men har bitta kadrimga o'zing ustingda ishla, bolani jalb qilish uchun bitta yangilik o'rgan degandimda, barcha pedagoglarim, hatto yordamchi tarbiyachilarim ham mental arifmetika bo'yicha o'quv kurslariga borib onlayn o'qishib sertifikatlarga ega hammasi. Oilasi tinch bo'lsa, ta'lim tarbiya jarayoni yaxshi beradi-da. Shuning uchun hammalarga oilaviy xotirjamlik, tinchlik, albatta sihat salomatlik tilab qolaman. Va barcha shu bizni davlatimizning kelajagi uchun sa'y harakat qilayotgan barcha shu mutasaddilarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman.